Xo'p, edu tizim o'rnatish bo'yicha 4-qadam bu xona qo'shish jarayoni hisoblanadi. Xona qo'shish uchun biz guruh bo'limiga o'tamiz va xonalarga kiramiz. Nimaga birinchi bo'lib xona qo'shib olishimiz kerak? Chunki biz guruh qo'shmoqchi bo'lgan paytimizda, ya'ni guruhga kirib guruh qo'shish jarayonida biz aytaylik offline guruh qo'shayotgan bo'lsak, mana bu yerda xona tanlashimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun dastlab biz xona qo'shishni amalga oshirib olishimiz kerak. Guruh qo'shish jarayonini esa keyingi videoda batafsil ko'rib chiqamiz. Hozir xona qo'shishni amalga oshiramiz. Buning uchun xonalar bo'limiga o'tamiz va xona qo'shish tugmasini bosamiz hamda xona nomini kiritamiz. Aytaylik 17-xona. Va ushbu xona qancha o'quvchi uchun mo'ljallanganligini kiritishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun ushbu xona, ya'ni 17-xona maksimum 30 ta o'quvchi uchun mo'ljallangan. Va saqlashni bosadigan bo'lsak, ko'rib turganimizdek bizda 17-xona qo'shildi va o'quvchi sig'imi 30 ta qilib belgilandi. Xona qo'shish jarayoni shu tarzda amalga oshiriladi. Keyingi videoda guruh qo'shish jarayonini batafsil ko'rib chiqamiz.